Mana shunday kelamiz, xursandchilik bilan, rozichilik bilan bering bilan. Roziman men sizga gapirdim tamam. 77 yil. Endi ular nima? Yo'q, ular nima? Endi men savdo qildim, rozichilik bilan. Endi qilishman. So'ralaringizni kam bor dedim, to'g'risi. Yo'q, bo'pti, siz Men yomon aytmadim-da. Men siz hozir quruq qaytaraman men hali. Ishim bor sizga aytibman, xudo xolsa. Voy, xursand bo'lasiz mendan keyin. Ya, xursand. Ya bize beğen rastlaşma geldi hazır pulmu alıştırma yaptı. Hemen bu çıkı başlamak hemen. Rastlaşma. 77 hussarsa bana ben tekisi yapar. Hacı ulan bir şey 100 bin lira Yok, bir de kişi ben benim sonunda gelmeye gittim ben size. Sonunda geldim şey diye var. Hussam benden. Var var. Başka bir şey git olursa bana. Kekalasi mana. Mashinani orqasiga yaqin o'g'il. 7 million 700 ming so'm. O'rmonga aytamiz, juda qandashib qattiq. 7 million 700 ming so'mga dastlabkasi o'zlaridan ketdi. Chiroyli ola qo'ydilar. Nereye gelin? Hadi. Ha, bu tog'amiz buni ikkitasini oldilar. O'ylab o'tkazinglar. Bekalasini. 7 million 100 ming so'm bo'ldi bekalasi. 4 ta qo'y savdo bo'ldi. 2 kishi bittadan ikkitadan alohida olishdi. Bu tog'amiz oldilar. Dastlabki o'zlaridanga ketdi.